Qizil lavlagili kompot. Organizm immunitetini ko'taruvchi, charchoq va holsizlikni oldini oluvchi, ichaklarni yumshatuvchi va yostiqdan boshingizni ko'tara olmayotgan bo'lsangiz va sizni normal holatda energiyaga to'ldiruvchi yoki bo'lmasam kechasi uxlamayapsizmi? Charchab, holsiz bo'lasizmi? Aynan shu vaqtda, aynan shu retsept sizga foyda beradi. 3 litr qaynagan suv kerak bo'ladi, 2 dona qizil lavlagi va 1 piyola magiz. Qizil lavlagini xom holatda to'rqadan chiqaramiz, 3 litrli bankaga solamiz, 1 piyola magizni solib va qaynagan suv yana solamiz-da. Kechqurun ko'rpaga o'rab qo'yasiz. Ertasi kuni 200 grammdan 9-2-5 qilib ichasiz. Bu retseptni 1 oydan 3 oygacha qilganingizda gemoglobin ko'taradi, yurak o'ynab ketishi, hattoki miomasi borlarni esa tanasiga juda ham foydali hisoblanadi. Organizm yosharadi. Homiladorlar bemalol ichishi mumkin. Juda ham super natija beradi. Bolajonlarga 2 yoshdan boshlab o'zini eplagan yoshidan beradigan bo'lsangiz, zo'r natija olasiz.